allergiyalarning o'zaro ta'siri. Chetgacha o'tgan mavzumiz allergiyalar haqida edi. To'g'rimi? Ha. Nima degan allergiyalar? Jimjitlik raqam. Juft. To'g'ri? Juft yillar degan. Allergiyalar juft yillar degani. Juft yillar masalan, mana ahani jufti nima? B. Charcham. Mana yoki dominant A yoki resessiv A buni jufti. To'g'rimi? B jufti, dominant B yoki resessiv B buni jufti. Faqat har. Tushunarlimi? Demak, allergiyalar degani juft yillar degani, ya'ni bir xil harflar degani. To'g'rimi? Ularlar bilmasanglar. Endi bugun noallergiyalardan o'tganmiz. Masalan, dihidrogenida, to'g'rimi? Mana A'ga bu bir-biriga noallerg. Polidroga ham o'tganmiz, mana D qilib turib. Hammasi bir-biriga noallerg. To'g'rimi? Faqat A bilan A allerg, B bilan B, D bilan D allerg. Lekin uchalasi bir-biriga noallerg. Tushunarlimi? Endi bugungi o'tadigan mavzumiz shu noallergiyalarni bir-biriga ko'rsatilgan ta'sirlari haqida gaplashamiz. Tushunarlimi? Noallergiyalarni bir-biriga o'tkazadigan ta'siri. Shu ta'sirlar uchga bo'linadi. Birinchisi mana komplementar, epistas va polimer. Komplementar, epistas va polimer. Birinchisidan boshlaymiz. Komplement so'zidan olingan bo'lib, to'ldiruvchi degan ma'noni bildiradi. To'ldiruvchi gen. Komplementar ta'sirda ajralishlar mana 9-3-3-1, 9-6-1, qat-qat aytib qaysi 9-7, 9-3-4. degan ajralishlar berar ekan. Mana 9-3-3-1, 9-6-1, 9-7 va 9-3-4. Shunaqa ajralishlar beradi. Endi komplementar ta'sirda mana tushunishimiz uchun masalan dihidroga chalishtirsa deylik, mana u gulni masalan rangini belgilasa, bu deylik poyasining uzunligini belgilaydi. To'g'rimi? Ikkovi bir-biridan mustaqil. To'g'rimi? Endi komplementar ta'sirda dominant A ni bo'lishi va resessiv B, ya'ni dominant B ni bo'lmasligi qaysidir belgiga sabab bo'lishi mumkin. Va dominant A ni bo'lmasdan dominant B ni bo'lishi yana qanaqadir belgiga, bu birinchi belgi bo'lsa, bu ikkinchi belgiga sabab bo'lishi mumkin. Va ikkalasini ham bo'lmasligi yana qanaqadir belgiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki ikkalasini bo'lishi yana qanaqadir belgiga sabab bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Lekin dihidroga chalishtirganimizda uni bo'ladi, bo'lmaydi, ahamiyati yo'q, bir-biriga ta'siri yo'q. Ikkalasi bir-biridan mustaqil. Endi mana yerda mustaqilligini yo'qotib qo'yadi. Endi mustaqilligini ham saqlaydi desak bo'laveradi, lekin ikkalasi kelishi bilan nimadir ishlaydi. Nimadir belgi yuzaga keltiradi. Deylik, bu qiz o'zi bo'lganda deylik, biologiyadan dars qilmoqchi. Bu qiz o'zi bo'lganda kimyodan dars qilmoqchi. Endi ikkalasi bo'lganda endi tarixdan dars qilmoqchi. Tushundingmi? Mana A qaysi bir belgini yuzaga, B ham qaysi bir belgi. Endi ikkalasi bo'lishi yana qanaqadir belgiga sabab bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, endi shunaqa ajralishlar beradi. Bu yerda mana hammasini raqamlarni qo'shib chiqsalar 16 chiqadi. Qo'shib ko'rsalar hammasi 16 chiqadi. 16 chiqadi. Xo'p. Endi pendent kategoriyasini chizganimizda 16 ta avlodni olib chizganimizda endi qisqartiribroq yozsak, mana katta, ya'ni dominant A va dominant B si bor. Mana esa gomozigotami, heterozigotami qizig'i yo'q. Shunaqa belgili organizm 9 ta chiqadi. Dominant A bo'lishi
bni bo'lmasligi shunaqa yillar 3 ta chiqadi. Bni o'zi borlari ham 3 ta chiqadi. Va ikkalasini bu yo'q, ya'ni dominantlar yo'q, polniy retsessivlar bitta chiqadi. Endi masala shartidan bilib olishlari mumkin, qaysi ajralishga to'g'ri keladi. Agar 4 xil belgi bersa, hozirgi aytgan, 4 xil belgi, mana bitta belgi, ikkita, uchta, to'rtta belgi. Demak 9 bir ajraladi. Agar endi qolganini ko'rsalayman, ikkalasida 3 ta belgi. Mana bunda 2 ta belgi. Masala shartida 3 ta belgi beradigan bo'lsa, demak 9 6 1 bo'lishi mumkin yoki 9 3 4 bo'lishi mumkin. Buni masala shartidan kelib chiqib, belgilaverasiz. 9 ta aniq mana bu. Endi 6 ta mana ular 6 ta bo'ladi. Mana bitta mana 9 6 1 ajralish. Endi 9 3 4 bo'lish uchun 9 3 va bu ikkalasi qo'shilib 4 bo'lishi mumkin yoki bu qo'shilmasdan mana o'zi qo'shilib ham 4 bo'lishi mumkin. Bu masala shartidan kelib chiqadi. Tushunarli? Shunaqa ajralishlar bo'ladi, ajralishlarda shu masala shartidan namonalarni bilishgan. Mana ularni qisqartirib yozishni bilib oling. Shunda 16 ta chizib, sanab chiqish shart emas. Lekin so'ralganda, yechilishi so'ralganda albatta chizish kerak bo'ladi. Yozish kerak. Tushunarli? Mana sekin-sekin qisqartirishni boshlayapmiz. Hali tayoqcha chizib olib, yechib turaveramiz. Bunda vaqt ham tushdi. Sizlarga vazifa beriladi. O'shani qancha qisqartirib yechishlar. Lekin hali universitetga imtihonni qilamiz. Demak, komplementlar shu. Masalan, misol to'q tojlar. Ko'rishlari mumkin, birinchisi mana gulsimon, dominant a'ni bo'lishi va bni bo'lmasligi gulsimon bo'lishiga sabab bo'ladi. Tushunarli? Keyingisini ko'rsak, muhotsimon, dominant bir bor, a yo'q. Meni hosimon. Endi ikkalasini bo'lishi, mana 9 ta chiqadi yong'oqsimon va ikkalasini bo'lmasligi oddiy tojga sabab bo'ladi. Tushunarli? Mana 16 ta avlodimiz yozilmasi, buni yozish bilasizlar deb o'ylaymiz. Endi keyingi ajralishga misol mana 9 6 1 ga misol, mana oshqovoqlar misolida har xil har xil bo'lgan yumaloq ikkita oshqovoq chachishtirildi. Genotipi har xil ekan, lekin fenotipi bir xil ekan. Tushundingizmi? Yozib qo'yapti, genotipi har xil. Mana bunaqa bo'lsa ham yumaloq ekan, bunaqa bo'lsa ham yumaloq ekan. Demak 9 6. Shular chachishtirildi. Chachishtirilganda demak diametrasi o'tadi, to'g'rimi? Genotip har xil bo'lgan yumaloq ikkita oshqovoq chachishtirilganda e'tiborlar gardisimon, demak mana bu gardisimon ekan, to'g'rimi? Gardisimon oshqovoq hosil bo'ldi. Bir duraga o'zaro chachishtirilganda F2da 3 xil fenotipik sinf hosil bo'ldi. Ya'ni 3 ta ajralish bo'ladi. 9 6 1 bo'lishi mumkin, 9 3 4 bo'lishi mumkin. Endi mana bunda ota-onalar bilishlari mumkin, ikkalasi ham yumaloqligi uchun mana qo'shib 9 6 1. Shuning uchun 3 xil fenotipik sinf hosil bo'ldi. Buni chachishtirganimizda shu organizmlar hosil bo'ladi shunchadan. 9 6 1 nisbatiga gardisimon yumaloq o'zgacha oshqovoqlar hosil bo'ldi. Ota-ona F1 va F2 duraga oshqovoqlar genotipini aniqlayman. Genotiplar bilan o'xshab qo'ydik. Rasmda ham ko'rishlari mumkin. Hozir fenotipik sinflardan 9 6 1 deyapmiz-ku. Genotipik qanaqa bo'ladi? Genotipik endi 16 tani yozib chiqasan. 16 tani yozib chiqib, endi ulardan genotipik sinflarni sanab chiqasan. Mana 16 ta yozdi. Ha? Harfi bir xillar genotipik sinf deymiz. Genotip harfi bir xil. Masalan, bunaqa harflarga nechta? Bitta. Bitta. Endi keyingisi. Hali 1 2 4 1 2 1 2 1. Xuddi o'sha. Ko'p tilida shunaqa chiqadi, ko'p bilmadim. Yozasiz. Yoki yodlab olish kerak. Yodlamasang, endi keyinroq ikkita raqamda tashlayman mumkin. Shu 16 tani yozib chiqasan, sanab chiqasan. Bunaqa harflar nechtaligini sanab chiqasan.
bir uyda sanab ko'ring. Hop. Keyin yodlashgan holda ko'ring. Komplementlar shu. Savollar bor komplementlarda? Masala ishlab ko'rsak, endi mustahkamlab ketamiz. Epistaz ko'ramiz. Yangisi epistaz. Epistaz nima? Epistazda Dominant inhibitor deymiz. inhibitor gen bo'ladi. Inhibitor gen, inhibitor ma'nosi nima? Kim biladi? Ustun berdi. Zo'ravon. Zahar degan. Zahar degan. So'zning ma'nosi shunaqa. Inhibitor. Inhibitor epistaz ta'sirida inhibitor gen bo'ladi. Ikki xil bo'ladi. Dominant inhibitor bo'lishi mumkin yoki resessiv inhibitor bo'lishi mumkin. Bu nima qiladi? Nima vazifa bajaradi? O'zida keyingi yoki o'zidan oldingi umuman olganda genga ta'sirini bo'g'ish vazifasi. Masalan, deylik, dominant A Qizil. deylik, qizil rangni yuzaga keltiradi. Agar inhibitor gen bo'lsa, masalan, deylik, dominant inhibitor gen bo'lsa, deylik, mana ekranda mana bu dominant inhibitor. Ha? Mana o'zi asli qizil rangni yuzaga keltiradi. Endi dominant inhibitor borligi uchun buni ta'sirini bo'g'ib turib, natijada qizil rang yuzaga chiqmaydi. Endi boshqa rang yuzaga chiqishi mumkin. Deylik, o'sha yashil, oq, sariq, umuman boshqa rang yuzaga chiqadi. Mana ishini bajara olmaydi. Qachon bajara oladi? Mana dominant inhibitorida endi uni resessiv bo'lganda endi mana qizil rang yuzaga chiqaveradi. Chunki bu dominant inhibitor resessiv bajara olmaydi. Endi resessiv inhibitor ham bor. Endi mana resessiv inhibitor deylik B, ha? Shunda qizil yuzaga chiqaveradi, chunki dominant hech narsa qilmaydi, bunga ta'sir o'tkazmaydi. Endi mana bu holatda chunki resessiv inhibitor endi qizil rang yuzaga chiqa olmaydi. Endi mana bunga o'xshab yashil yoki sariq rang yuzaga chiqadi. Heterozigota bo'lganda ham qizil bo'ladi. Ha. Heterozigota bo'lganda ham xuddi shu. Tushunarli? Mana heterozigota. Inhibitor degan shunaqa. Yoki dominant bo'ladi yoki resessiv. Vazifasi nima ekan? Mana genni belgisini yuzaga chiqarmaslik. Umuman boshqa belgini yuzaga chiqarish. Tushunarli? Xo'p. Aniq tushunarli? Boshqa usullar tushuntirish. Undaqmi? Qandoqmi? Sal-pal. Mana masalan, to'ri nimada ham, mana A da ham Bda faqat gulni rangini ifodalaydi, bitta belgini ifodalaydi. A da ham B da ham. Masalan, A qizil, kichkina A oq bo'lsa, katta B yashil, kichkina B sariq bo'ladi. Xo'p. Qovoqda mana yer genni bu yoqning sariq rangini, yer genni yashil rangini ifodalaydi. Mana katta yer bo'lsa sariq, kichkina yer yashil. I dominant inhibitor hisoblanadi. Demak, katta I bo'lsa bu inhibitor gen, kichkina I inhibitor emas. Ha? Oq va yashil qovoqni chachishtirish. Muqarrar yashilni senga ma'lum. To'g'ri? Kichkina I va mana inhibitor dominant inhibitorda nimaiki resessivini yozsang, demak, mana shu yashil bo'lgan mana belgini yuzaga chiqaradi. To'g'ri? Ha. Endi oq deyapti. Senda oq bormi? Yo'q, demak kichkina I oq. To'g'ri? Mana sariq bo'ladi, to'g'ri? Ha? Kichkina I oq bo'ladi. Mana yashil, oq va yashil qovoqni chachishtirish natijasida bir turagan o'zaro chachistirishdan gapki, u demak F1da digitriz oq bo'lish uchun mana dominant inhibitor bo'lishi kerak. Mana yerda mana yashil belgi bor, sariq belgi bor. Dominant inhibitor bo'lgan keyin mana ularni yuzaga chiqarmaydi va oq bo'lishini ta'minlaydi. Keyin
F1 durageli o'zaro chaqishtirilganda deyapti. Bizda F1lar chaqishtirish uchun odatda bitta avlod hosil bo'lishi kerak magnitda va o'shalarni chaqishtirganimizda 12 ta oq, 3 ta sariq, bitta yashil qovoq hosil bo'ldi. Hammasi bo'lsa 16 ta avlod hosil bo'lishi kerak. Magnitda oq variantini turlicha yozish mumkin, lekin faqat bitta chiqish uchun mana bu variantda dil heterozigota chiqadi. Ham shularni chaqishtirganingda 16 ta avlod chiqadi. Boshqa variantlardan oq yozish mumkin. Umuman olganda yana qizig'i yo'q. Mana yerda katta I yozdingmi, demak oq baytligini. Xohlasam mana kichkina yozsam ham oq, mana uni heterozigota yozsam ham oq, yoki mana uni heterozigota yozib, buni heterozigota yozsam ham oq, yoki mana yerda gomozigota qilsam ham oq. Lekin avlodlarimiz ham bitta chiqish uchun, ham bularni chaqishtirganimizda 16 ta avlod chiqish uchun yagona variant mana bu. Tushunarli? Tushunarli? Endi mana bizda oq chiqdimi? Endi shularni o'zaro chaqishtirganimizda endi avlodlar chiqadi. Avlodlarimizdan xo'p, Y va I'ligi 9 ta, to'g'rimi? Xo'p, katta Y bilan mana kichkina I'ligimiz 3 ta, kichkina Y, katta I'ligimiz 3 ta, endi kichkinalarimiz bitta. Endi bizdagi ranglarni qilsak, mana katta i'si bor, demak oq. To'g'rimi? Endi katta I mana dominant I bitta bor, to'g'rimi? Mana oq. 9 ga 3 qo'shsak 12 ta oq chiqdi bizga, to'g'rimi? Endi mana bu fenotip qanaqa bo'ladi? Yashil, sariq. Sariq bo'ladi. Buni genotip yashil. Mana 12 ta oq chiqdi, 3 ta yashil, 3 ta sariq, bitta yashil chiqdi. Endi mana yerda so'rayapti, ota-onaning erta va kechki burageli fenotipini toping. Hop. To'g'rimi? Shunaqa deysiz. Biroz qiyin bo'lishi mumkin. Lekin endi ko'proq masala ishlaydilar, ko'p oson bo'lib ketadi. Juda so'z bo'lib ketadi. Xo'p, mana o'shani yechilishi 16 ta avlod hozir o'rgatganlarimiz faqat qisqartirib oldi. Mana to'g'ri misol. Mana to'g'ri paketning qora rangi sizga, dominansi qora, oq rangi kelasini inhibitorda oq. Xo'p, paketning qora rangisi yana oq rangini ko'radi. Ammo qora rang genetikda eng bo'lsa yuzaga chiqmaydi. Demak, katta inhibitorlar. Xo'p, mana retsessiva oq. Xo'p, genetikda katta dominant I va bu ham dominant inhibitor ekan. Shu bo'lganda qora rang yuzaga chiqmaydi. Ammo qora rang genetikda bo'lsa yuzaga chiqmaydi. Uni retsessiva masala chalkash berdi. Ani kichkinasi oq bo'lmasa kerak, domla. Chunki rasmda ham kichkinasi oq. Hozir ikkita inhibitor berib qo'yapti, domla. Yo'q, bu masala yozilishi xato. Ishlanishi to'g'ri ekan, nimasi masalasi xato ekan, nazariyasi. Nazariyasi xato. Shuni to'g'rilab ketamiz hozir. To'g'ri yozdi, kattasi qora, kichkinasi oq ekan. Demak, dominant inhibitor ekan. Kichkinasi yordamchi. Mana kichkina I umuman ishlasholmaydi bu yerda. Dominant inhibitor ekan. Endi masalada aytyapti, oq to'g'rilar chaqishtirildi F1da va oq to'g'rilar chiqdi. Keyin F2da 13 ta qora xatli 3 nisbatda hosil bo'ldi. Xullas 13 ta oq xat hosil bo'ldi, 3 ta qora xatli to'g'rilar hosil bo'ldi. Yana shu 16 ta avlod olishimiz uchun mana oqlarni yozib olsak, mana dominant inhibitor
millimetr borligi uchun oq bu to'g'ri. Ha? Mana o'zi qora rang ifodalari mana. To'g'rimi? Lekin dardan millimetr borligi uchun to'g'ri oq bo'lib qo'yadi. Endi hammasi retsessiv bo'lganda o'zi avtomatik oq. To'g'ri. Mana oq rang yuzaga chiqaradi, mana shu narsa ish bajarmaydi. Tushunarlimi? Endi chalishtirganimizda bular mana digeterazigotda oq sabab dardan millimetr bor. Endi bularni chalishtirganimizda avval chiqadi mana. Mana undan 9 ta chiqadi, to'g'rimi? Hop. Mana undan 3 ta. Mana undan 3 ta. Hammasi ichida bitta. Endi oq va qora to'g'rilarni ajratishimiz kerak. Bizda oq mana bu oq, to'g'rimi? Keyin dardan millimetr bor, hammasi oq, to'g'rimi? Mana bu ham oq, ha? Tepadagi ham oq. Mana bu ham oq, to'g'rimi? Qo'shganimizda 9 ga 3 qo'shsak, 12, 13 ta. Faqatgina mana bu to'g'rilar qora. Sabab mana dardan qora rang ifodalayapti. Kichkina ish bajarmaydi. Mana ajralish 13 ta 3 ajralish bo'ladi. Domla. 64 ta dardingizni berganda nisbatlarni necha bo'ladi? 16 tada 13 ta 3. 64 tada 2 Bo'ladi. Shunga bo'ladi. O'shanda mana 9 3 1 qilib olaman. 64 ta bersa ham 52 taga 12 ta. Yo'q, 12 ta bo'ldi. Xo'p, shampinementlar bilan epistazi yo'q-ku. Polimer. Polimer genlarning ko'p tomonlama ta'siri degani. Qaysi dalarsiz? Genlarning ko'p tomonlama ta'siri degani polimer ta'sir. Bunda masalan A qaysidir belgini yuzaga chiqaradi. B ham xuddi o'sha belgini yuzaga chiqaradi. S yozsak, bu ham xuddi o'sha belgini yuzaga chiqaradi. Bir nechta noyob genlar bitta belgini yuzaga chiqarsa, bu polimer ta'sir hisoblanadi. Bir nechta masalan mana to'ralalar ham bitta belgini yuzaga chiqarsalar, masalan to'ralalarni biologiya o'qiyapsizlar, bu polimer ta'sir hisoblanadi. Tushunarlimi? Endi bu ham o'sha belgini yuzaga chiqarsa, bu ham o'sha belgini, bu ham o'sha belgini yuzaga chiqarsa, har xil harf yozib nima qiladi? To'g'rimi? Shuning uchun bir xil harf yozib qo'yaveramiz. Faqat raqamlar olamiz. Faqat ajratib olish uchun raqamlar olamiz. Mana A geni, B genini yozish uchun mana ikkita raqamlar olamiz, S yozish uchun 3. Bir, ikki, uch, to'rt deb raqamlar olamiz. Tushunarlimi? Shu polimer ta'sir hisoblanadi. Polimer ta'sir hop. Necha xil bo'ladi? Necha xilmi? Ha. Nima? Element retsessiv? Yo'q. Bilardim. Boshqa bor edi, lekin aytaman. Yo'q. Aytinglar. Birinchisi ayting, ikkinchisini aytaman. Bosh harfi N, keyingisi K. Kuylatishni o'qinglar. Ana. Nima degani? Topdik. Kuylatib ustundagi bo'laveradi. Ana, xullas kumulyativ qanaqadir unaqa? Kumulyativ o'sha teskarisi. Nima o'sha? Qanaqa? Xo'p, ikki xil bo'ladi. Kumulyativ va non-kumulyativ. Kumulyativ polimerada ranglar genlar soniga bog'liq
nokumulyativ polimerda damdan genlar soniga bog'liq. Nokumulyativda bog'liq emas. Belning o'ziga chiqishi. Ya'ni nokumulyativ polimerda damdan gen soni masalan 4ta bo'lsa, 4tami, mana 4ta yoki 3tami, 2tami qizig'i yo'q. Damdan gen bo'lsa bo'ldi, belning o'ziga chiqadi. Va bunaqa 15 ta chiqadi. Har qanday kattacha sizni 16 ta olib qo'yganingda 15 tasida damdan a'lo qizil chiqadi. bir dona bo'lsa ham bor. Hammasi o'sha belgining o'ziga chiqadi, qizil masalan. Faqat bittasidagina yo'q xolos. Hammasi resessiya chiqadi. Bu nokumulyativ polimerda damdan genlar soniga bog'liq emas, bo'lsa bo'ldi. 15 ga ajratish beradi. Endi kumulyativda damdan genlar soniga bog'liq. 4ta bo'lsa qizil, 3ta bo'lsa to'q pushti, 2ta bo'lsa pushti, 1ta bo'lsa oq. Masalan, mana buni chachtiryapmiz, mana F1imiz. Chachtiryapmiz. Bu haligini bunaqa variantmi? Heterozigot. Heterozigot variant. Faqat mana narsa chachtirganimizda juda ham qisqartirib yozib olganimizda 4 ta damdan gen bori bitta chiqadi. 3 ta damdan gen bori 4 ta. 2 ta damdan geni bori 6 ta. Bitta damdan geni bori 4 ta. Umuman yo'q. Bitta chiqadi. Kumulyativ polimerda demak ajralish 1 4 6 4 1 beradi. Bunda belgilar masalan 4 tasi bo'lsa 9, 3 ta bo'lsa och qizil, 2 ta bo'lsa pushti, bitta bo'lsa och pushti, bo'lmasa oq. Oq gul. Ha? Masalan qizil gul, oq gul turibdi. Mana qizil gul, mana oq gul. Endi damdan keyin 3 ta bo'lib qolsa, o'sha qizil gul u och qizil bo'lib qoladi. Agar 2 ta bo'lib qolsa, 2 ga 2 bo'lib qolsa, pushti bo'lib qoladi. Agar bitta bo'lib qolsa, och pushti bo'lmasa. Demak, kumulyativ polimerda damdan genlar soniga bog'liq ekan deb yuzaga chiqishi. Shu Nokumulyativda qanaqa ajraladi? 15 ga bo'ldi. Yana bo'ldimi? Hammasi qo'shib qo'ysam 15 ga. Shu ikkalasi Polimer ta'sir odatda o'simliklarda ham, hayvonlarda ham bir reaksiya normalari keng bo'lgan narsalar uchun ko'proq amal qiladi. Masalan, odamlar bo'yicha bu bo'y uzunligi bo'yicha beradi masalan. O'simliklarda ham shunaqa, makkajo'xori xorilarda ham suv ta'sir uzunligi deydi, quyonni qulog'ining uzunligi qancha deydi. Shunaqa odatda uzunliklar bo'yicha. Masalan, deylik quyonni qulog'i deydi, hammasi damdan bo'lsa 24 sm, deydi bunaqa bo'lsa 16 sm deydi. Endi 20 sm ga quyon qanaqa bo'ladi? Sen 24 mana 4 ta gening bor, 4 ga bo'lsang har bir damdan A gening 6 sm, to'g'rimi? 16 ni 4 ga bo'lsang har bir resessiya gening 4 sm. Endi sen 20 sm hosil qilish uchun heterozigot. ikkita oltini qo'shishing kerak, ikkita to'rtni qo'shishing kerak, to'g'rimi? Demak, senda ikkita damdan A bo'lishi va ikkita resessiya bo'lishi 20 sm deb quyon paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ashundan Shuni topib olishimiz mumkin. Quyon, onamni bo'yi, o'tkazib ko'payadi. Shu komplementar polimer epistaz. Bundan tashqari letal genlar bor. Pletropiya ta'sirida qon guruhlari, sal qisqaroq mavzu.